Yosh bolasi bor onajonlar uchun yana bitta kerakli narsalardan biri bu quruq nasheyu. Bu bilan bemalol bolangizni cho'miltira olasiz. Bo'yniga toqib qo'ysangiz, bolangiz suvga yiqilib ketmaydi. O'zi erkin harakat qilib cho'mila oladi. Bugun biz ham boshlaymiz. Birinchi kunimiz. O'g'lim 6 oylikka to'ldi. Mana o'g'lim suvga kirib oldi. Suvni juda ham yaxshi ko'radi, chunki men tez-tez cho'miltirib turganim uchun suvdan qo'rqmaydi. Agarda sizning ham bolangiz suvdan qo'rqayotgan bo'lsa, tez-tez cho'miltirib turishga harakat qiling, suvni sevib qoladi. Bu bilan foydali taraflari erkin o'zi harakat qiladi, suza oladi, qo'li ham, oyog'i ham bemalol bolani harakatda bo'ladi. Bu organizmga juda ham katta foydali narsalardan biri. Birinchi kun kamroq, ikkinchi, uchinchi kuni esa minutlarini qo'shib ketaverasiz. Birinchi kuni charchab qolmasligi uchun kamroq cho'miltirasiz.